Assalomu alaykum aziz talabalar. Bugun sizlarni Asaka tumani sog'liqni saqlash bo'limini ish faoliyati bilan tanishtiramiz. Ish faoliyatimizni dastlab qabul bo'limidan boshlaymiz. Bu bo'limda bemorlarni ro'yxatga olish xonasi, navbat shifokor xonasi, saralash xonasi, shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish xonasi, kuzatuv xonasi, sanitariya xonasi, tibbiy yordam ko'rsatish xonasi, laboratoriya tahlil topshirish xonasi, radiologiya va rentgen xonasi, oraliq bo'limga o'tkazish xonalari mavjud. Og'ir ahvoldagi bemorni shifokor yo'llanmasi bilan jonlantirish bo'limiga o'tkaziladi. Men Nozima Xatanbekova sizlarni yangilangan poliklinikaning ish jarayonlari bilan tanishtirib chiqaman. Qani ketdik. Poliklinikaga kirishingiz bilan bemorlarni ro'yxatga o'tkazish va navbat olish joyi keladi. Avvalgidek navbat kutishdagi tartibsizliklar endi bo'lmaydi. Navbat olish uchun monitorga yuzlanamiz. Navbatga yozilish tugmasini bosamiz. Bundan registraturani tanlab chop etamiz va mana shu joydan siz qabulga yozilish navbatingizni olishingiz mumkin. Birinchi qavat oilaviy poliklinika. Bu yerda barcha mutaxassis shifokorlar va sharoitlar mavjud. UZI, oilaviy shifokorlar, hojatxonalar, fluorografiya, raqamli rentgen xonasi va boshqalar. Ikkinchi qavat maslahat diagnostika bo'limi bo'lib, barcha tor soha mutaxassislari xonalari, ya'ni ginekolog, urolog, kattalar hamda bolalar nevropatologi, stomatolog, lor, okulist shifokorlar faoliyat olib boradi. Mana poliklinikamiz bilan ham tanishib chiqdik. Keyingi navbat tez tibbiy yordamga. Men Zarifaxon Sotvoldiyeva Asaka tumani sog'liqni saqlash bo'limining jonlantirish bo'limi, bolalar ichki kasalliklar va jarrohlik bo'limini sizlarga tanishtiraman. Bu yer bolalar va kattalar jonlantirish bo'limi. Bu yerda og'ir bemorlarga xizmat ko'rsatiladi. Asosiy qism har bir bemorga alohida joy ajratilgan. To'liq monitoring, EKG, qon bosimi, puls, kislorod darajasi, nafas olish tizimi bilan jihozlangan. Prezidentimizning tashabbuslari bilan Dolzarb 90 kun loyihasi bo'yicha birinchilardan bo'lib Asaka tumani sog'liqni saqlash bo'limi rekonstruksiya qilinib, aholiga foydalanish uchun topshirildi. Ko'rib turganingizdek, barchasi a'lo darajada bajarilgan. O'ylaymizki, bu video darslik sizlar uchun foydali bo'ldi.